11 bob. Xuddi kötektin ünüp çıqqan notidek, Yishayning yiltizidan bir ko'chat yetilib chiqib, meva berdi. Parvardigorning ruhi uningga tushidi. Uningga aql va idrok berdi. Uningga maslahat va kuch-qudrat berdi. Uningga bilim va itoatmanlik ato qildi. U Parvardigorga bo'lgan itoatmanligidan shotlanadi. U kishining sirtqi qiyofatiga qarab hukm chiqarmaydi yoki fitna ig'volarga asosan qaror chiqarmaydi. U kambag'allarga haqqoniylik bilan hukm chiqardi. Ojizlarga odillik bilan qaror chiqardi. U so'zlari bilan odamlarni kaltaklaydi. U nafsi orqali razil odamlarni o'ltirdi. Haqqoniylik uning kamiridir. Sodiqlik uning belbig'idir. Shu chog'da bo'ri bilan qo'za billa yashaydi. Yilpiz bilan o'chkichoq billa yotidi. Mo'zay bilan shir billa o'tlaydi. Kichik bola ularni yetilab yuridi. Koli bilan iyiq billa o'tlaydi. Ularning bolalari billa yotidi. Shir koliga o'xshash samon yeydi. Bu vaqtlar ko'z aynaklik yilon uvisi yinida o'ynaydi. Balalar zaharlik yilon uvisiga qo'lini tiqib o'ynaydi. Parvardigorning muqaddas tig'i Siyonni hech nima gumron qilolmaydi. Xuddi sular dengizni to'ldirgandek, bütün yer yüzü Parvardigorni biladigan bilim bilan to'ldirildi. Shu chog'da Yishayning yiltizidan chiqqan bu podshoh tug' bo'lib xalqni yetaklaydi. Boshqa ellar uning qishig'i berishga intiladi. U turadigan yer shon sharafga to'lidi. Shu chog'da Parvardigor qo'lini ikkinchi qitim ko'tarib, qilib qolgan bu oz bir qism xalqni qutqizdi. Ya'ni ularni Assuriyadan, Misrdan, Patrosdan, Kushdan, Elamdan, Babildan, Hamatdan va O'tra dengiz qirg'oqlaridan qaytirib keldi. Parvardigor shu allarda tug' chiqarib, sürgün qilingan Isroillarni uyushtirdi. U Yahudiyaning kichilib ketgan xalqini yer yuzining 4 tarafidan yig'ib keldi. Isroiliya Yahudiyaliklarga hasadxo'rlik qilmaydigan bo'ldi. Yahudiyaliklarga ziyonkashlik qilishmu to'xtatildi. Isroillar Yahudiyaliklarga qizg'anchiqlik qilmaydigan bo'ldi. Yahudiyaliklarmu Isroillarga ziyonkashlik qilishni to'xtatdi. İsraillar bilan Yahudiyaliklar birlashib, g'arbdagi Filistiyaliklarga hujum qildi. Ular Iordan daryosining sharqidagi xalqlarni talon-taroj qildi. Ular Idom va Moablarni bo'ysundirdi. Amonlar ularga itoat qildi. Parvardigor Misrning dengiz qo'ltiqini butunlay quritib etdi. U Firat daryosida issiq shamol chiqarib, kishilarning quruqlikqa o'tishi uchun uni 7 tarmoq eqinga ayirib etdi. Xuddi İsroillar Misrdan chiqqanda bir yo'l ichilgandek, Parvardigorning qilib qolgan oz bir qism xalqiga Assuriyadan bir yo'l ichildi.